Birinchi kitob 9-qism. G'alati telefon. Bu momayni ko'rib, yuragim qattiq qildi. Lavtaning deyishicha, uch shopur voqeaga uchrashdan burun uni ko'ribdi ekan. Lavtang jin bo'lsa, undaqda uchu. Bu momayning yuzdagi boshqacha ko'p qo'riqdan boshqa hamma yeri odatdagi momaylar bilan farqi yo'q. Lekin o nimali degan bilan tunji kunila avtobusga chiqqan odam. Ayni chaqda u menga aytgan gaplar halimu esimda turibdi. Hozirgacha o'ylasamni qo'rqaman. Momay mening tegichi darvoza oldida ang'iqib turganligimni ko'rib, Alloh'inichi varqirdi. Nimaga ang'iqib turasan? Hey, sen balaning kallasi hech o'ngshalmabdi-da. Kasalni balduroq davolatish kerak. Jo'na, meni izlaydigan ishingiz bormidi? O'ng'aysizlanganimcha hejiyib qo'yib, kaynimga bir qadam chekindim. Momay buni bayqab, sal xafa bo'lgandek, beshini boshqa tarafga burab, rozi bo'lmagandek so'rdi. Men esingdimi? Sen bala yaxshi odamlarni esingda tutamamsan, nima? Birdilla achchig'im keldi. Shuning bir eg'iz gapi bilan tas qolgan Lyotag'ini jin o'xshaydi o'tigil. Amdilikda yaxshi bo'ldi. Uning bilan hisoblashmasam, o'zi izlab keldi. Jo'na, sizning yaxshi odam yoki emasligingizni bilmayman. Ammo ko'zingiz texichi o'ngshalmabdi-da. Momay anglab ochchig'i kelib, yerdagi sevitidan bir tal barangini oldi. Uning harakati pek asta bo'lg'ashqa, uning qo'lidagining barangi ekanligini aniq ko'rdim. Ammo o'ylamagan yerdan u barangini menga otdi. Taq qilgan ovoz bilan mushtundek cho'nliqdagi baranga udul kelib beshimga tegdi. Beshimni tutib, og'riqdan ko'zimdan yosh chiqib ketgili tas qoldi. Voyjon! Siz texmini urvatamsiz? Momay sevitini ko'tirib, burni bilan menga qarab, oldirmay eg'iz ochdi. Yana aljoq so'zligingni ko'ray. G'azabdan qo'sug'imdagi olti muskullarim ko'payib ketsa-mu. Lekin oldimdagi bu 60-70 yoshlik momayni hech nima qilolmadim. Momay gap qilganini ko'rib, yana dedi. Bir tal barangi yeb kallag'ni obdan sagitib ol. Bugun men seni qutuldirg'ili keldim. Bu oyning 15-kuni kechda ishqa chiqma. Uyingda o'ltirib osmon o'rilib tushsimi eshagi borma, bildingmi? Men odatda garchi kam so'z bo'lsam-mu, lekin boshqalarga bo'ysunadigan mijozda emas. Bundaq tuyg'u xuddi sizni bir qachat urib, ondan kampit tutqizib, texi sen uchun yaxshi deyishdir bor. O'lgur. Ananing yinida men uchun yaxshimi? Jo'na, beshimni yervatdingiz. Amdilikda meni qutuldirg'ili keldim desangiz, sizningcha men ishlamayman. Momay anglab qo'shimisini turib, yana barangi ilib menga otqash tillab ketdi. Ho'shimtak. Beshing yerilib azroq qon oqqani kallag'ning uy ko'shkinidan yaxshidir. Momayning yana barangi etayotganligini ko'rib, tezlikda kaynimga chekindim. Bu qitim tayyorlik qilib olg'ashqa, o'zimni osonlik qochirib oldim. Momay ikki tal barangini ziyon qilganidan xafa bo'ldi-mu, sivatni ko'tirganicha burilib ketib qoldi. Ay, bu bola faqatla ish uqmaydi ekan. Bo'ldi, qarim yo'q. Momayning yiroqlab ketganini ko'rib, tufi deganimcha taksi to'sib, yaqindagi ambulatoriyaga bordim. Doktor mendan nima ish bo'lganligini so'radi. Uningga motodan yiqilib tushdim dedim. Yataqqa qaytganda bir necha xizmatdoshlarim uchrab qoldi. Ular beshimning tingilganligini ko'rib, yolg'ondan kuyingan bo'lib olgan. Deb qo'yib o'tib ketdim. Bu qeyri qaqvashlarning eg'izi tatliq bo'lgan bilan kaynimdan qandoq gaplar bilan mazaq qildiganligini o'zi biladi. Bu momoymi qiziqgan deyman. Shuncha yiroqdan beshimni yerivatgili keldim ekan. Texi oyning 15-i eshikdan chiqma deydi. 15-eslar nima ishga chiqmayman. Lyuhin bu ustoz menga topilgan. 15-eslar
ishdan keyin uning yeniga berishim kerak. Beligimdagi qo'l zanjirini silab, ko'nglim tinchlanib qoldi. Faraz qilib boqay. Balkim u Lavtanga o'xshash mening yaxshi o'tkunimni ko'ranmay, lekin beligimdagi bu qo'l zanjirdan qo'rqqanmidi? Bo'lmasa, g'oyib bo'g'ili uzun bo'lgan bu ikkisi qandoqsiga paydo bo'ladi? Yaqinda kayni-kayndan yuz bergan ishlarda tuzukroq uxlamoqdiman. Yotoqqa qaytib, karvatga o'zimni tashlab, yaxshiroq uxlab olmoqchi bo'ldim. Lekin kallamda yana mushu qalaymaqan ishlar agib yurdi. Ayni chaqda bu momoy Liu tog'ini mavjud emas degan. Demak, Liu tog'i degan jin. Ondan Lavtang bu momoyni 10 yil ilgirgi qatnash voqealarida paydo bo'lgan deydi. Undaqda bu momoymi jin bo'lishi mumkin. Keyin Lavtang menga Liu Yunbo 10 yil ilgirli kuyib o'lgan dedi. O'xshashla Liu tog'imi menga 10 yil ilgari kuyib o'lgini Liu Jinjo deydi. Hozir aniq bo'ldi. Lavtang bilan Liu Jinjo bir, Liu tog'i bilan Liu Yunbo bir. Hozir paydo bo'lgan bu momoy o'zi yolg'iz. Ondan bu bir dövi jilla bir-birini jin deydi. Bak murakkablashib ketdi. Bu odamlarning hammasini men ko'rgan, menga gap qilgan. Hammasi menga intoyin nozuk tuyg'u berdi. Bu tuyg'uni tutanmagan seri xotirjamsizlanishga boshladim. Bu shirkatga kirishdan ilgari hojatxonada cho'ntarat qilsammi, beshimni sirtqa chiqarib qo'ydigan erkak edim. Mushu qisqagina vaqt ichida har bir qadamimni ehtiyot bilan bosadigan qo'rqinchoqqa aylandi. Shunda qalaymiqan xiyol qilayotganda yonfonimga uchir keldi. Bayfan, bugun juma kashda mashinangizni uyga qaytaman debdi. Bayfanda doim mundaq bir xil iqtidor bor. Har qitim uning bilan paranglashsam, mayli qisqa uchir bo'lsa-mu, doim yuragimni illatadi. Meni cho'nqur hangdan baxtlik amaliy dunyoga qaytarib keladi. Xushallikdan eg'izimni yumanmay, tezli uningga uchir qaytardim. Bo'ladi. Biz ko'rishmagilimi necha kun bo'pti. Kashda ko'rishaylik. Bayfan bilan tanishqilimi xeyli kun bo'ldi. Tomoq yeb kinomi ko'rdik. Lekin hozirgacha munosabatimizni jazmlashtirolmadim. Biz zodi qiz-o'g'il do'st munosabatidami emasmi? Amaliyotda Bayfan bilan qiz-o'g'il do'st bo'lishdan umid kutib ketmayman. U shuncha munavvar, chiroyli. Agar menga agirsa, ziyon tortib qoladi. Bu necha kundir rostilla charchab qopdimi? Qalaymiqan xiyollarda, qachonlarda uxlab qolganimni bilmayman. Qanchalik vaqt uxldimkin, kichik olma naqshisi yana bir qitim muvaffaqiyatli holda meni uyqudan tortib keldi. Ammo xushallarligi telefonni Bayfan uribdi. Garang-gurunchlikda yonfonni ilib, tamkin qiyofatda vay dedim. Liya, nima qilyapsiz? Kelib meni aytalasizmi? Nim bo'ldi Bayfan, ha? Yonfonning soatiga qarab baqdim. Hamda teq 8 bo'pti. Men 11 da ishdan tushaman. Bilaman, lekin bizning kichik rayonning to'ki buzilib, butun binoda to'q yo'q. Men texich 13-qavatda. Koridor qorong'u. Tushishga petinolmadim. Bayqishimcha, bu 13-yo'l avtobusni haydagandan boshlab tasadduqlar uzilib boqmadi. Avval Liu Yunbo ustoz turadigan kichik rayon Huayuan yo'li 2386-nomer. Dal men haydagan avtobusning nomeri. Hozir Bayfanning uyimi 13-qavat ekan. Turib qoldim. Lekin tezli ma'qul bo'ldim. Chatoq yo'q. Undaqda hozirli boray, turib turing, ha? Telefonni qo'yib atgandan keyin Bayfan adresini avatdi. O'rnimdan turib, ozroq yig'ishtiribla sirtqa chopdim. Bu ish cho'ng desa cho'ng emas, kichik desa Bayfan o'zi qo'rqqan vaqtda meni esiga ilishi men uchun nomer qo'shadigan yaxshi ish tursa. Bunda qahramonning go'zalni qutuldirishidan bosh tortib qolamdim. Nəhayət tezla taksi to'sib o'tirgan kichik rayonga keldim. Qoro ichida menayotganda o'ylab qoldim. Agar Bayfan meni uyga kirib choy ichishga taklif qilsa qanday qilaman? Bunda qorong'u uyda qiz o'g'il yolg'iz tursa, mushu fursatdan foydalanib, ochtiproq bo'lib, inqilobiy do'stligimizni yana bir palla yuqori ko'tarishim kerakmi qandaq? Tatli xiyollarni qilayotganda Bayfan telefon qildi.
Leo, keldingizmi? Keldim. Qo'roda. Undaqda bek yaxshi bo'ldi. Tezroq chiqamsiz. Qo'rqyaptimi? Ayol ilohning qo'rqaman degan gapini anglab, birdilla qo'dash istiga tug'ilib, kaskinlik bilan dedim. Qo'rqmang, men bor. Qorong'udan qo'rqmayman. Hozirlik chiqay. Amsi yaxshi, tez. Sizni saqlab turay. Telefonni qo'yib, boshqacha hayajonlanib ketdim. Tunji qitim qorong'ulik menga mushundaq talay ep keldi. Texi menga yordam qildi. Bayfan turgan kichik rayon o'ttiral saviyada bo'lib, koridor ichi pokiz, yana texi kichik derazami bor ekan. Lekin nima degan bilan kech soat 9 dan oshgan bo'g'ashqa chiroq yo'rig'i yo'q koridor ichi yanada qop-qorong'u. Yanfunning ojiz nurini yondirib, tez suratda ustiga chopdim. Ko'nglimda go'zal ishlar bo'g'ashqa ikki putimga tugmas kuch yig'ilgan edi. Uning ustiga ozroqmi qo'rqmadim. Nayt tezla 7-qavatga chiqdim. Bu chaqda Bayfan yana telefon qildi. Voy, Leo, keldingizmi? Hozir yo'yinib chiqdim. Agar kelgan bo'lsangiz, bino ostida saqlab tursangiz, yig'ishtirib olgandan keyin andin chiqamsiz. Bu gapni anglab, o'ng'i qilib so'rdim. Kagili xeyli bo'ldi. 5 minut ilgari telefon qilib, meni tez chiqing degandingiz-ku. Ablah. Bayfan xeylig'icha gap qilmay tillivatdi. Leo, bundaq vaqtda meni qo'rqitmasangiz bo'lmamdi. Qo'ya men yo'yinib sizga telefon qilmadim. Bayfanning bu gapini anglab, o'ng soldagi qorong'ulikqa qarab, ikki putim qiytishib qoldi.